Assalomu alaykum, Kripto Teja kanalining obunachilari. Do'stlar, yaxshimisizlar? Ishlaringiz yaxshimi? Charchamasdan yuribsizlar? Do'stlar, sizlarga mana bu Letipik saytidan noldan registratsiya o'tishni polni xud o'zim ko'rsatib o'tib ketaman. Qoidaviy qilib. Polni verifikatsiyani qanday o'tiladi, qanday ishlanadi, hammasini bir yaxshi ma'lumot berib o'taman. Noldan kelgani uchun, ya'niga kirmoqchi bo'lganlar uchun. Keyin bu o'yin tagida xudo xolasa kommentariy o'yin bo'ladi. Shu Letipik saytida Silverga urinchi ko'tarib berish uchun. Kommentariy o'yinda o'zlaringiz bilasizlar, kommentariy yozasizlar, like, podpisatsiya, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yasizlar. Menga skrinshotini tashlaysizlar, yutgan odam nimada aylantirib ko'ramiz. Random saytiga o'tib tekshirib ko'ramiz. Kim yutsa o'sha skrinshot, polni xod, podpisatsiya, like, podpisatsiya, qo'ng'iroqcha tugmasi bosilgan skrinshot qilib tashlash kerak menga. Обязательно. Men keyin uni akkauntini обязательно, lekin menda referral bo'lishi kerak. Buni yodlaringizdan chiqarmangizlar. Referral mendan o'tishlaringiz kerak. Silvergacha keyin ko'tarib beraman. Agar menda referral bo'lmasangizlar, bu befoyda. Yutsangizlar ham befoyda. Обязательно verifikatsiya referral bo'lishi kerak. Xullas, hozir videoni cho'zmaymiz. Kamroq video qilishga harakat qilamiz. Men hozir Letipik saytini bu yerga o'zim silkani tashlab qo'yganman. O'zimga ikkinchi akkaunt ochmoqchiman. Akkauntim bor edi, просто shu Letipik saytida qolgan ekan, ochilmagan ekan, o'shani ikkinchi saytni ham ochib qo'ymoqchiman. Xullas, hozir sizlar kirganlaringizda birinchi mana shunaqa o'yin ochiladi. Mana bu yerga teginmaysiz va mana pastgisiga yoki bu yerga adres yozmaysiz. Pastgisiga sign up deb yozilgan ustiga bosasiz. Va mana bu yerda meni referalni silkam turadi. Mana o'sha referal kimga bo'lyapsiz, o'sha yerda chiqib turibdi mana bu yerda. O'zimda glavniy akkauntimga referal bo'lyapman. Ikkinchi akkaunt ochilyapti. Va mana bu yerga ism yaratasiz, ism qo'yasiz. Ya'ni ismlaringizni qo'ysangizlar ham bo'ladi. Men shunchaki akkauntim bo'lgani uchun men hamma saytga shunday bir xil nom yoki nima qo'yib ketaman. O'shaning uchun bir xilda yozaman hammasini. Xo'sh. Gmail обязательно yodlaringizdan chiqmasin. Любой Android telefonda Gmail degan narsa bor. M harfi yozilgan. Mana bu M harfi yozilgan. Ya'ni Gmail, bu yerda Gmail deb qo'ygan, u yoqda Ymail deb qo'ygan. Ikkalasi bir narsa. Xullas, telefonlaringizda mana shunga kirasizlar. Agar bu yerda bu registratsiya qilinmagan bo'lsa, pastda ustanavka qil deb yoziladi, registratsiya o't deb yoziladi. O'shani ustiga bosib, o'sha promoy bu yerga chiqarishlaringiz mumkin Gmaillaringizni. Yangi telefon bo'lsa shunday qilinadi-da. Keyin qanaqa Gmailga o'chmoqchisiz? Misol, добавить akkaunt qilmoqchi bo'lsangiz, mana bu добавить akkaunt qilib, yangi akkaunt ochib ishlaysiz bu yerda. Hozir men mana shu tepada turgan akkauntimga ochaman. Xullas, bu narsa обязательно kerakli narsa va pastgisiga parol qo'yaman. Parol обязательно parolni qo'yganda men videoni to'xtatib turaman. Parolni birov bilmaslik kerak. Xullas, mana shunday. Parol 8 ta bo'lishi kerak. 8 ta. Короче, lotin tilda yoziladi. Raqam bilan harflar aralash bo'lishi kerak. Sonlar bilan raqamlar, harflar aralash kelishi kerak. Misol, ismingizni yozib orqasiga bir raqam qo'shib qo'yishingiz mumkin.
yoki boshqa bir narsa raqam qo'yib yoki orqaga bir narsa qo'yib qo'yishingiz mumkin. Farqi yo'q, nima qo'ysangiz ham 8 tadan kam bo'lmasligi kerak. Va bu yerda uje galochka o'zi avtomatik galochka bo'lib turibdi. Agar sizlarda galochka bo'lmasa, shu to'rtburchak bo'lib turadi. O'sha to'rtburchakni ustiga bossanglar, nima chiqishi mumkin? Kapcha terishingiz mumkin. Kapcha chiqishi ham mumkin. Kapcha terasiz va mana bu sign upni bosasiz. Mana uje ketdi, ro'yxatdan o'tildi. Saqrangni qilib chiqyapti avtomatik. Saqrangni bosib qo'yamiz. Va e'tibor beringlar, mana bu yerga verify deb turibdi. Xullas 10 ta spin beradi. Mana shu verifyni ustiga bosasiz, yashil ustiga yoki mana bu 3 ta chiziqchaga bosasiz. Bu yerdan setting degan bo'limi bor. Settingga kirasiz, mana sizda akkauntingiz bu yerda chiqib turibdi. Shuni ustiga mana bu verifyga ustiga bosasiz. Hozir men bosib o'tirmayman, chunki men bu yoqqa jo'natdim. Keyin u yerdan chiqib Gmailga kirasiz. Gmailga kirganingizda bitta avtomat bersak, mana uje verifikatsiya kodi keldi mana bu yerga. Обязательно verifikatsiyani o'tish kerak. Agar verifikatsiyani o'tmasangiz, sizga pulingiz chiqarib bermaydi. Va mana bu verify email ustiga bosamiz. Go home, ya'ni uje registratsiyadan o'tildi-yu, biz saytga qaytib o'tdik. Mana o'shani ustiga bossak, 10 ta spin berdi. Xolasak buni ustiga o'tamiz. Mana buni ustiga bunda turibdi-da, hozir qaranglar. Mana buni ustiga bosasiz va spinga o'tadi. Bossak 2x qilib berar ekan. Birinchi o'rindagini beradi. 2x qilib bergani uchun 500 ta beryapti. Birinchida 250. Prosta birinchi ochgan vaqtingizda kimdadir 2x qilib beradi, kimdadir 2x qilib bermaydi. Ko'pincha 2x qilib beradi. O'shaning uchun mana bir barobar ko'paytib beryapti-da sizni pulingizda. Xullas 10 ta aylantirish beriladi. Mana shu 10 tani olib qo'yamiz. Bu xohishingizlar. Olsangizlar ham bo'ladi, olmasangizlar ham bo'ladi. Buni keyin o'rin ko'tarib, ko'proq qilib yana chiqaraman desangiz, keyin olaman desangizlar ham bo'ladi. Mana o'sha 10 ta olindi. Bundan buyog'i boshqa bosilmaydi. Bunaqa bo'lib chiqadi. Xo'sh, mana bu ustiga qaytib o'tamiz. Mana buni x qilib tashlasak ham bo'ladi endi. Bu yerda o'rin ko'tarilib pul ishlaydi. Xullas, har soatda kapcha teriladi. Mana bu yerda o'rin bor. Mana 0.02 ishlasak, ikkinchi o'ringa o'tadi. Keyin 3-o'ringa o'tish uchun 0.2 ishlanish kerak. Mana 0.2. 3-o'ringa, 3-o'rindan 4-o'ringa o'tish uchun mana bu 0 joyiga, nuqtadan oldingi 0ga 2 ta ishlanish kerak. Undan keyin 20 ta bo'ladi. Xullas 200 ta bo'ladi. Shunaqa qilib ketaveradi. Silverga, goldga chiqish uchun, 5-o'ringa chiqish uchun, kamida 5-o'ringa chiqsangiz normal bo'ladi. 5-o'ringa chiqish uchun 20 ta Litecoin o'yin o'ynalishi kerak. Mana bosamiz. Har soatda mana shunaqa kapcha beradi. Ko'rlaringiz. Kapcha o'zi avtomatik chiqib turibdi. Kapchani bosib o'tirmadik, prosta avtomatik galochka bo'lib turgani uchun bosdik. O'sha mana bizga yana 250 ta berdi. 250 tani 24 soat mobaynida 2x qilib bergani uchun 500 ta berdi. Va o'rin ko'tarish uchun xullas iloji bo'lsa bu videoni tugatamiz. Hozir pul qo'yib, qanday pul kiritadi, pul qo'yib o'rin ko'tarib berish haqida ma'lumot beraman. Bu videoni tugatamiz.